Har bir o'tkazmangizdan ushlab qolinadigan komissiya sizga deyarli bilinmaydi. Lekin ular mana shunday pullaringizni mayda-mayda bo'lib yo'qolib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Tezday ilovasi orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan Rossiyaga hech qanday komissiyalarsiz pul o'tkazishingiz mumkin. Assalomu alaykum, Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Husiylar armiyasi yana Isroilga raketa uchirdi. Isroil armiyasi bugun 28-iyun kuni ertalab Yamandan yangi raketa uchirilishini qayd etdi. U yerdan Isroil Husiylar tomonidan muntazam ravishda o'qqa tutiladi. Bu haqda armiya matbuot xizmati xabar berdi. Uning bayonotiga ko'ra, bitta raketa Isroil tomonidan uchirilgan. Harbiylar uni ushlab qolishga harakat qilishgan. Kan davlat teleradio kompaniyasining xabar berishicha, raketa tahdidi tufayli Isroil janubidagi bir qancha hududlarda havo hujumi haqida signal e'lon qilingan. Qurbonlar va vayronagarchiliklar haqida ma'lumotlar yo'q. Yaman Husiylarining o'zi ham Isroilning Bersheva shahridagi nishonga raketa zarbasi berilganini e'lon qildi. Rossiya qurollarida g'arb texnologiyalari bor. Bu barcha uchun tahdid. Zelenskiy. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevda o'tkazilgan xalqaro sanksiyalar konferensiyasida Rossiya qurollarida xorijiy mamlakatlar sanoatiga tegishli komponentlar mavjudligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, so'nggi bir yilda Rossiya Ukrainaga qarshi ishlatgan raketa va dronlarida kamida 12 ta davlat, xususan Fransiya, Germaniya, AQSh, Xitoy, Tayvan, Janubiy Koreya, Yaponiya va Italiyada ishlab chiqilgan harbiy sanoatga oid yuzlab xildagi elektron qismlar aniqlangan. Afsuski, hatto g'arb mamlakatlari ham hali hanuz Rossiyani muhim uskunalar va komponentlar bilan ta'minlashda davom etmoqda. Bu faqat Ukraina xavfsizligi uchun emas, balki sizlarning xavfsizligingiz va global adolat uchun ham jiddiy muammo, dedi Zelenskiy. Uning ta'kidlashicha, Ukraina mutaxassislari Rossiyaning dron va raketalaridagi sanoat qismlarini tahlil qilib, kelgusi yetkazib berish bo'yicha rejalashtirilgan shartnomalar haqida ham ma'lumotga ega bo'lgan. Eron Magate rahbarini yadroviy obyektlarga boshqa kiritmaydi. Eron xalqaro atom energiyasi agentligi, ya'ni Magate bosh direktori Rafael Grossini endilikda mamlakatdagi yadroviy obyektlarga kiritmaydi va u yerlarda video kuzatuv tizimlarini o'rnatishga ham ruxsat bermaydi. Bu haqda Mehr agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, bu qaror Isroil hukumatida Eronning yadroviy sohasiga oid ma'lumotlar borligi fosh bo'lganidan so'ng qabul qilingan. Oldinroq Eron Tashqi ishlar vazirligi rahbari Abbos Arakchi Grossinning Fors diyoridagi hujumga uchragan yadroviy obyektlarga tashrif buyurish istagini asossiz va shubhali maqsadlar bilan bog'lagandi. Eron Donald Trampni jiddiy ogohlantirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp agar Eron bilan kelishuvga erishmoqchi bo'lsa, Tehronga nisbatan hurmatsiz va mensimas lahjadan voz kechishi kerak. Bu haqda Eron Tashqi ishlar vaziri Abbos Arakchi bayonot berdi, deb xabar beradi Iran International. Abbos Arakchi AQSh rahbarining Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanaiy haqida aytgan haqoratomuz so'zlarini tanqid qildi. Agar xayolparastlik xatarli xatolarga olib kelsa, Eron o'zining haqiqiy salohiyatini hech ikkilanmasdan namoyon etadi. Bu esa shubhasiz Eron qudrati haqidagi har qanday xayolni batamom barbod qiladi, dedi u. Eron Isroil va AQSh bilan 12 kunlik urushda og'ir yo'qotishlarga uchragach, o'z harbiy havo kuchlarini tezkor ravishda modernizatsiya qilish niyatida Chengdu Jay-10S rusumli ko'p maqsadli Xitoy qiruvchi samolyotlarga qiziqishni kuchaytirdi. Bu haqda Khorasan nashri xabar berdi. Nashrga ko'ra, Eron Jay-10S samolyotlariga qariyb 20 yildan beri qiziqish bildirib keladi. 2015-yilda 150 ta qiruvchi sotib olish bo'yicha kelishuv tayyorgarlik bosqichiga kirgan, biroq kelishuv to'xtab qolgan. O'shanda Pekin to'lovni xorijiy valyutada amalga oshirishni talab qilgan. Tehron esa valyuta tanqisligi sababli neft va gaz evaziga barter shaklida hisob-kitob qilishni taklif qilgan. Shuningdek, Eron Islom Respublikasiga nisbatan BMT qurol embargosi ham muammo tug'dirardi. Bu cheklovlar 2020-yilda olib tashlanganidan so'ng muzokaralar qayta boshlandi. O'shanda samolyotlar soni 36 taga qisqargan bo'lsa-da, to'lov masalasi yana to'siq bo'ldi, deyiladi xabarda. 2025-yilgi hisob-kitoblarga ko'ra, Isroil bilan urushgacha Eron taxminan 150 ta qiruvchi samolyotga ega edi. Aksariyati hali islom inqilobidan oldin AQShdan sotib olingan eski modellari bo'lgan F4, F5, F14A. Bundan tashqari 1980-yillar oxiri 1990-yillar boshida yetkazilgan 18 dona MiG-29 ham mavjud, lekin ehtiyot qismlar yo'qligi va
Texnik xizmat ko'rsatishning murakkabligi sababli ularning ko'pchiligi ishlamaydi. Eron tomonidan eng so'nggi sotib olingan xorijiy qiruvchilar 2023-yilda sotib olingan 4 ta Rossiya ishlab chiqargan Su-35 samolyoti edi. Umumiy buyurtma 50 dona bo'lib, har birining narxi 100 million AQSh dollaridan oshadi. Biroq Ukrainadagi urush tufayli bu samolyotlarning yetkazib berilishi yaqin vaqt ichida kutilmayapti. Ma'lumot uchun J-10S bu bitta dvigatelli ko'p maqsadli qiruvchi bo'lib, Xitoy uni G'arbning F-16B va Gripen Y samolyotlariga nisbatan arzonroq muqobil sifatida taqdim etadi. Uning bir donasi narxi 60 million dollardan asosiy to'plam 90 million dollargacha ehtiyot qismlari, qurol aslaha, kafolat va uchuvchilar tayyorlash bilan yetadi. 13-iyunda boshlangan va 12 kun davom etgan Yaqin Sharqdagi urush Isroilning Eron yadro inshootlariga Fordo, Natanz va Isfahon shaharlarida havo hujumlari bilan boshlandi va Isroilning F-35 va F-15 samolyotlari Eronning S-300 kabi Rossiyadan olingan havo mudofaa tizimlarini va radarlarini yo'q qilib, Tehron osmonida hech qanday qarshiliksiz harakat qila oldi. 22-iyunda AQSh ham urushga qo'shilib B-2 Spirit bombardimonchilari va suvosti kemalari orqali zarbalar berdi. TASSning ma'lumotiga ko'ra, bu operatsiyalar oqibatida Eron havo kuchlari o'zining eski parkining 30% yo'qotgan, xususan F-4, F-14 samolyotlarini. Ular 1970-yillarda Shoh Muhammad Rizo Pahlaviy davrida xarid qilingan. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.